Men Zanjirova Xurshida Mahmudovna Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab informatika fani ustoziman. O'quvchini yutug'ida o'qituvchini faoliyatini eng ko'pi bilan 10 yoki 20% deb hisoblayman. Agar o'quvchini o'zida xohish, harakat, maqsad bo'lsa, bu o'quvchi bilan ishlash o'qituvchi uchun muammo bo'lmaydi. Informatikaga urg'u berarmiz desam, boshida tushunmadi ota-ona. Xo'p, menga ayting, informatikadan olimpiadachi bo'lsa nima beradi? Ertasiga telefon qilyaptilar. Ustoz, uzr, men kecha farzandim bilan gaplashdim. Bizni oldimizga shunday bir maqsadlarni qo'yib berdi. Biz ortiqcha hech narsa deya olmadik. Kechqurun soat 9-10 gacha qo'shimcha shug'ullanamiz. 3 ta o'quvchi 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritishgan. Xalqaro Osiyo Tinch okeani olimpiadasi, Apiya olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdi. Va o'sha o'quvchimga aytdim-da, mehnatni mahsuli bor ekanmi dedim. Bor ekan ustoz. Shu kungacha o'quvchilarimning natijalari sababli 39,990,000 pul mukofoti olganman va bu o'quv yili hisobidan 100 milliondan ortiq pul mukofoti olishni kutyapman. Mana shu ustozni o'quvchisi degan g'urur hamma narsadan ustun. Buni xalqaro olimpiadalarga borganimizda o'quvchilarimizda shu O'zbekiston degan nomni jaranglashida bolalarimizni yelkasiga bayrog'ini ilib yoki sahnaga chiqqanda bayrog'imizni ko'rsatib turganini o'zi men uchun katta baxt. Men Zanjirova Xurshida Mahmudovna Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab informatika fani ustoziman. Shu paytgacha kollej, universitet va maktablarda dars berganman. Umumiy ish tajribam 19 yil. Aynan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabda 5 yildan beri faoliyat yuritaman. O'quvchilarda shunaqa bir narsa borki, raqobatdan ko'ra do'stlik ustunroqda. Men juda ham olimpiada vaqtida, hattoki o'sha xalqaro olimpiadalarda qatnashish uchun boshqa davlatlarga borganimizda ham aslida to'g'ri O'zbekiston nomi bilan ketganmiz. Lekin u yerdagi har bir o'quvchi o'zaro raqibda aslida. Lekin o'quvchilar bunday deb qarashmaydi-da bir-biriga. Har doim bir-birini qo'llaydi, bir-birini quvvatlaydi, bir-biriga o'zini bilgan narsasini ulashishga harakat qiladi. Bu narsa o'quvchilarim orasida juda ham yuqori. Bir-biridan motivatsiyani olishadi va bu ham menga katta ilhom beradi va eng asosiysi meni eng ilhomlantiradigan narsa bu ularning natijasi. Har bir natija nafaqat o'quvchini, balki ustozni ham ilhomlantiradi. Avvalo olimpiadachi bo'lish uchun men o'quvchilarimga shunday motivatsiya beraman, shunday yo'l tanlayman. Birinchi o'rinda insonda o'zida xohish, istak, harakat yuqori bo'lishi kerak. O'quvchini yutug'ida o'qituvchini faoliyatini eng ko'pi bilan 10 yoki 20% deb hisoblayman. Hattoki 30-40% ga ham yetadi deb hisoblamayman. Nima uchun? Chunki agar o'quvchini o'zida xohish, harakat, maqsad bo'lsa, bu o'quvchi bilan ishlash o'qituvchi uchun muammo bo'lmaydi. Oxiri ota-ona bilan gaplashdim. Boshida meni tushunmadilar, to'g'risini aytish kerak. Xo'p, menga ayting, informatikadan olimpiadachi bo'lsa nima beradi? Bitta fanni mutaxassisi bo'lganda u nimaga erishadi? Qolgan fanlaricha dedilar. To'g'ri, hamma fanni o'ziga yarasha o'rni bor hayotda. Men boshqa fanlarni o'zlashtirmasin demoqchi emasman. Lekin ayni vaqtda farzandingiz shu yo'nalishni tanladi. Shundan bir aniq bir maqsad uchun harakat qilyapti. Aniq natija olishga harakat qilyapti. Keling shuni boshqacha yondashaylik. Balki vaqtinchalik boshqasini to'xtatib emas, yengilroq qilib informatikaga urg'u berarmiz desam, boshida tushunmadi ota-ona. Men aytdim, mayli, farzandingiz bilan yuzma-yuz gaplashing, uni maqsadlarini, uni fikrlarini eshiting va undan keyin qaror qabul qiling. Agar farzandingiz siz bilan maslahatlashgan holda informatikani emas, siz tanlagan yo'ldan ketmoqchi bo'lsa, meni qarshiligim yo'q. Ertasiga telefon qilyaptilar. Ustoz, uzr, men kecha farzandim bilan gaplashdim. Farzandim ancha voyaga yetibdi. Bizni oldimizga shunday bir maqsadlarni qo'yib berdi. Biz ortiqcha hech narsa deya olmadik. Va siz aytgandek, u fanini hozircha yengilroq davom ettirib, asosiy urg'uni informatikaga, olimpiadaga sarflashiga roziman degan fikrni bildirdilar va shu natija o'rtacha bir o'quv yili davomida davom etgan bo'lsa, mana yaqinda bo'lib o'tgan Al-Xorazmiy olimpiadasida shu o'quvchimiz oltin medalni qo'lga kiritdi.
sinfini aytsam 7-sinf. Men o'z o'quvchilarimga shunaqa bir maqsad qo'yaman. Bir kunda hech bo'lmaganda 2-3 masala ishla. Keyin bir gap borku, bir xil tipdagi 100 ta masala yechgandan ko'ra 10 ta har xil tipdagi masalalarni yech. Men shu an'anaga rioya qilishga harakat qilaman va o'quvchilarim har doim o'sha bir xil yo'nalishda emas, har xil tipdagi masalalarni ko'rishga tavsiya qilaman. 5-sinfda kontest bo'lmaydi. Shunchaki masalalar beriladi, ishlashadi, natijasini oladi desak, shu yili nimadir sabab bilan 5-sinfga ham kontest tashkil qilishdi. Bu xabarni olimpiada boshlanishiga 3 kun qolganda eshitib o'tiribman. Bizda 5-sinf juda ham endi boshlang'ich dasturlash bo'lgani uchun ularga oson bo'lishi uchun shu boshida Scratchdan boshlaganmiz. Scratchdan istagan masalalarni hal qila oladi. Hali endi qo'shimcha Python dasturlash tilini, C++ dasturlash tilini o'rgatganman, lekin programmada yo'q, dasturda yo'q. Qo'shimchasiga 3 kun ishonsangiz dars tugashi bilan boshlaymiz. O'rtaga ozgina bolalarga tanaffusga vaqt beraman. Kechqurun soat 9-10 gacha qo'shimcha shug'ullanamiz va 3 kun vaqt o'tdi. Olimpiadaga borishdi. 3 ta o'quvchimni tayyorlayotgandim. 3 ta o'quvchi 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritishgan. O'tgan yili Asrbek 16 yoshgacha bo'lganlarning hisobida 30 million pul mukofoti, 1-o'rinni olib 30 million pul mukofotini oldi. Bu yil Asrbek 16 yoshdan 16-30 yoshlilar darajasida qatnashdi, 3-o'rinni oldi. 16 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar ichida o'quvchilarimiz qatnashib, o'zimiz o'quvchilar 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni biz o'quvchilarimiz oldi. Ya'ni bu degani 30 million 1-o'rin uchun, 20 million 2-o'rin, 10 million 3-o'rin uchun 60 millionmi? 60 million pul mukofoti plus 10 million Asrbekdagi bilan 70 million pul mukofoti bizning maktab o'quvchilariga nasib qildi-da. O'quvchini yutug'i uchun mana shu ustozni o'quvchisi degan g'urur hamma narsadan ustun. Buni xalqaro olimpiadalarga borganimizda o'quvchilarimizda shu O'zbekiston degan nomni jaranglashida bolalarimizni yelkasiga bayrog'ini ilib yoki sahnaga chiqqanda bayrog'imizni ko'rsatib turganini o'zi men uchun katta baxt. Shu kungacha o'quvchilarimning natijalari sababli 39 million 990 ming pul mukofoti olganman va bu o'quv yili hisobidan 100 milliondan ortiq pul mukofoti olishni kutyapman. Asrbekni olayotgan har bitta natijasi, har bitta olayotgan o'sha mukofotlari, medallari boshqa o'quvchilarga motivatsiya bo'ladi. Endi olimpiada bu 1 yillik yoki bir necha kunlik mehnat mahsuli emas-da. Bunga yillar ketishi mumkin. Xalqaro olimpiadalarda ham qatnashib, ozgina natijasi yetmay qolaverdi. Keyin oxiri va nihoyat o'sha nasib qilgan ekan, o'sha xalqaro Osiyo Tinch okean olimpiadasi, Apiya olimpiadasida bronza medalni qo'lga kiritdi. Va o'sha o'quvchimga aytdim-da, mehnatni mahsuli bor ekanmi dedim. Bor ekan ustoz. Kelgusida o'zimni olimpiada maktabimni yaratish rejamda bor. Bu hozir maktabimizda qaysidir ma'noda tashkil qilingani bilan asosiy natija berishni boshlagandan keyin buni kengayishi, qiziqishda yana ham ortishi keyin boshlanar ekan. Ayta olaman, aynan informatika sohasida maktabimizda juda ham o'quvchilarning qiziqishi, xohishi va o'sha qatnashuvchilar soni ko'p, o'zaro raqobatchilar ko'p. Bu narsani yana ham kengaytirib, olimpiada maktabini ochmoqchiman, xudo xohlasa.